Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, kuzatuvchilar, hurmatli akalar, ukalar. Xo'p, YouTube chorva ishqibozlari, hurmatli obunachilar, xudo xolosa bir pachka yangi partiya qo'ylarimiz kelgan. Bo'ylari o'sha 85-90 santimetrlik 4 tish, 6 tish, 7 yetuk bo'g'oz sovlilar kelgan akalar. Shu Qirg'izistonda eng oldi qo'ylardan. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar, xudo xolosa bularni chiroyli ma'lumotini berib o'tamiz. Like'ni bosib qo'llab-quvvatlab akalar, kommentariyada chiroyli fikrlarni qoldirib tursalaring, xudo xolsa bularning narxini chiroyli qilib yoritib beramiz. Xo'p, akalar, qo'ylar mayda-chuda qo'ymas. Xo'p, narxi ham o'ziga yarasha bo'ladi akalar. Xudo xolsa qo'yni tushungan akalarimiz aloqaga chiqishaveradi. Bo'ylarini aytib o'tyapman. 85-90 santimetrlik qo'ylar akalar. Mana qo'ylarni bir qator ko'rsatib o'taman. Mana kashtanlar akalar 90 dan kam kelmaydi bo'yi. Mana shu kashtan soluqlarimiz. Qo'ylarni uzunligini ham qaranglar. Janavorlarni. Kami 85 boyda qo'ylardi akalar. Qolgani 90 pilisi ham bor akalar. Bitta qo'chqor bor ichida 10 dona sovliq, bitta qo'chqor. Yoshi 4 tish, 6 tish akalar. Mana bu kashtan qo'ydi qaranglar. Mana shu qo'yimiz ham 90 dan kam kelmaydi bo'yi. Janavorlar. Yirik yetuk bo'g'oz sovliqlar akalar. Xudo xolasa hammasi yosh. Onu qo'ydi garbonus o'ta kelib akalar, mana qo'ydi garbonus. O'ta kelishib o'rgan jonivordik. Mana qo'chqor akalar. Ha, shu qo'chqor ham shular ichida kelgan. Jonivorlarga qaranglar. Mana ikkiz ehtimorlari bor, ko'p akalar. Mana ikkiz ehtimori bor ekan qo'ran. Ikkiz ehtimori bor, ko'p ichida xudo xolasa. Mana o qo'ydi garbonusini ko'ringlar akalar. Mana qo'ydi ko'ringlar. Bitta boshqacha narsalar inshaalloh. Xudo xolsa olgan pulingizga arziydigan. Yetuk bo'g'oz sovliqlar. Janavorlarga qaranglar, mashalloh. Bitta like-ni tirsaytib bosib qo'yinglar. Mana shu kashtan qo'yimiz akalar. Polvonligini qaranglar. Toza nasldor qo'ydi. Mana qaranglar. Hammasi bir-biridan zo'r. Mana shuni qarang kashtanni akalar. Hammasi qorin tashlatibdi janavorlar. Mana vaqt qaranglar. Gap yo'q. Xo'p. Akalar, bularni yeb ichishlari zo'r. Kasal yo'q. 10 dona sog'liq, 1 dona qo'chqor. Общий soni 11 dona akalar. Hammasini bitta olaman degan obunachilarimizga narxini chiroyli qilib yetkazib qo'yib beramiz. Xo'p. Like-ni bosib kanalda yangi mehmonlar obuna bo'lib turinglar. Bular narxiga keladigan akalar, narxi 8,5 million so'mdan xayri bor akalar. Bir joyga olgan odamga 10 tasini bitta olaman deganga akalar. Qo'ydi bilgan, tushungan odam aloqaga chiqolsin akalar. Realni tepasiga ko'rib kelaman olaman deslaring, lakasada tashlab beriladi. Mayda-chuda qo'ymas akalar. 8,5 million ham kichkina pul emas, lekin qo'yga qaraganda arziydigan narsa. Olgan pulingizga arziydi. 8,5 million so'mga akalar. Bitta buzuv mol beradi deysizlar, lekin u molni olib boqasiz, keyin bitta bu qo'yni olib boqasiz, qaysini foydasi yaxshiligini tushungan odam biladi. Tushunmaganga akalar bu 1 million so'mga ham qimmat. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib dastlabki xizmatlarni qilib yetkazib olib beramiz. Mayda-chuda qo'ylar emas.